Aziz dehqonlar, qish qanday o'tyapti? Bugun sizlar bilan issiqxonada bolgarskiy, ya'ni bulg'or qalampiri haqida gaplashamiz. Bugungi videoda urug'dan boshlab hosilga kirguncha bularning hammasini amaliy yo'l bilan tushuntirib beraman. Ko'pchilikda muammo bir xil. Ko'chat cho'zilib ketadi, gullar to'kilib qoladi, meva kam bog'laydi yoki kasallik uradi. Assalomu alaykum aziz dehqonlar. Bugun sizlar bilan issiqxonada bolgarskiy, ya'ni bulg'or kalampirini urug'dan boshlab hosilga kirguncha qanday to'g'ri yetishtirish haqida gaplashamiz. Ko'pchilikda muammo bir xil. Ko'chat cho'zilib ketadi, gullar to'kilib qoladi, meva kam bog'laydi yoki kasallik uradi. Bugungi videoda bularning hammasini amaliy yo'l bilan tushuntirib beraman. Nav tanlash va reja. Issiqxona uchun nav tanlash hosilning 50%dir. Issiqxona uchun ideal nav xususiyatlari: issiqxona sharoitiga mos, heat tolerant, ya'ni issiqqa chidamli bo'lishi, kasallikka chidamli, TMV, bakterioz, fitoftoraga nisbatan, chunki issiqxonada ko'p uchraydigan kasalliklardir. Mevasi bir xil, qalin devorli, bozor talabi yuqori bo'lsin. Maslahat: mahalliy bozorda talab kuchli bo'lgan qizil, yashil, sariq rangli navlarni tanlang. Urug'ni tayyorlash. Urug' sifati past bo'lsa, keyingi hamma ish qiyinlashadi. Urug'larni 20-30 daqiqa iliq suvda uyg'otish kerak ekishdan oldin. Zarurat bo'lsa, urug'larni biologik dezinfeksiya maslahat beramiz. Unishni tezlatish uchun nam matoda 1-2 kun saqlasangiz ham bo'ladi. Bu majburiy emas, lekin sinalgan usul. Maqsad urug' bir vaqtda bir xil unib chiqishi. Ko'chat ustidagi eng muhim sirlar. Bolgarskiy ko'chati kuchli bo'lsa, hosil ham kuchli bo'ladi. Ko'chat uchun sharoit: harorat. Kunduzi 22-26 gradus iliq, kechasi 18-20 gradus haroratni ushlang. Yorug'lik kam bo'lsa, ko'chatning o'sishi cho'ziladi. Tuproqni yengil, unumdor, steril substrat qilishga harakat qiling. Ko'chatni cho'zilib ketmasligi uchun juda issiqda ushlab turmang. Sug'orishni me'yorda qiling. Ko'p suv, ya'ni o'sishni sekinlatadi. 4-6 bargli bo'lganda ko'chat ideal hisoblanadi. Ko'chat yoshi 45-60 kun. Issiqxona uchun yetarli. Issiqxonani tayyorlash. Issiqxona tayyor bo'lmasa, ko'chatni ekib ham foyda yo'q. Tuproq tayyorlash. Chirigan gong yoki kompost me'yorda soling. Fosfor, kaliy asosiy oziqa ildiz uchun. Tuproq bo'sh va havodor bo'lsin. pH ideal 6-608. Sho'r, o'g'ir tuproqda ildiz yaxshi rivojlanmaydi, ishlamaydi. Ko'chat ekish. Ko'chat ekishda masofa va chuqurlik juda muhim. Ekish sxemasi: qator oralig'i 70-90 cm, o'simlik oralig'i esa 35-45 cm bo'lishi kerak. Ko'chatni ekayotganda juda chuqur ko'mib yubormang. Ekilgandan keyin: birinchi sug'orish, 2-3 kun stressiz sharoit, shamol, sovuqdan himoya qiling. Harorat va namlik rejimiga juda diqqatli bo'lish kerak. Bolgarskiy juda nozik ekin hisoblanadi. Shuning uchun meva bog'lashida eng katta xato issiqxona haroratini nazorat qilmaslik. Bolgarskiy uchun issiqxonalarda ideal sharoit: kunduzi 24-28 gradus Selsiy, kechasi 18-20 gradus Selsiy. Namlik 60-70% ni saqlashga harakat qil. Agarda harorat 32 gradus Selsiydan yuqori bo'lsa, changlanish yomonlashadi, gul to'kiladi, meva bog'lanishi kamayadi. Issiqxonalarni shamollatish majburiy. Bolgarskiyni sug'orish siri. Bolgarskiy namni yaxshi ko'radi, lekin botqoqlikni yomon ko'radi. Sug'orish qoidalar. Tomchilatib sug'orish eng yaxshi usul. Tuproq nam, lekin loy bo'lmasin. Issiq kunda suvni ko'paytirib yubormang, ildiz bo'g'ilib qoladi. Meva bog'lash davrida suv barqaror bo'lishi shart. O'g'itlash, urug'dan hosilgacha. Berish zarur. Bolgarskiyda oziqlantirish rejaga asosan bo'lishi kerak. Birinchi oziqlantirish bosqichi: o'sish, barglar va poya uchun. Me'yorida azot, mikroelementlar. Ikkinchi oziqlantirish bosqichi: g'unchalash va gullash davrida. Fosfor va mikroelement, ayniqsa bor elementi, stress kamaytiruvchi ishlovlar. Uchinchi bosqich: meva bog'lash va kattalashish davrida. Kaliy asosiy rol o'ynaydi. Kalsiy meva sifati va uzoq saqlanishi uchun. Oziqlantirishda ortiqcha azot bermang. Barg ko'payib ketadi, meva kam so'ladi, gullar esa to'kilib ketadi. Parvarishlash. Issiqxonada bolgarskiyni shakllantirmasangiz va to'g'ri parvarish qilmasangiz, ichkarida havo yomon aylanadi va kasalliklar kuchayadi. Amal qilinishi va bilish zarur bo'lgan oddiy qoida: pastki barg va keraksiz novdalarni tozalab olib tashlash zarur. Kerak bo'lsa, ipga bog'lash kerak. Bu tadbirlardan maqsad havo aylanishi va yorug'lik kirishini ta'minlash. Eng ko'p uchraydigan kasallik va zararkunandalar: oqqanot, trips, shira, kulrang chirish, zamburug'lar juda katta xavf.
Agarda sezsangiz, darhol kimyoviy preparatlar bilan ishlov bering. Asallik va zararkunandalarni oldini olish, me'yorida shamollatish, namlikni me'yorida ushlash, sariq yopishqoq tuzoqlar qo'ying, arzon va samarali. Erta bosqichda kurash zarur. Hosilga kirish va yig'im. Meva to'la shakllanganda muntazam terib tursangiz, yangi gullar ko'payadi. Yig'im qoidasi: haftasiga 2-3 marta terib turish kerak. Mevani sindirmang, qaychi bilan oling. Har bir terim keyingi hosilni tezlatadi. Xulosa, issiqxonada bolgarskiy yetishtirishda 5 ta oltin qoida bor. Sifatli ko'chop tanlash, haroratni muntazam nazorati, barqaror sug'orish, ko'p emas yerda namlikni saqlash, rejali o'g'itlash, azot me'yorida, kaliy ko'kroq mevalash davrida, shamollatish va zararkunandaga erta kurashish kerak. Bu Agro Maslahat Global. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozing.